Mirkomilboy tongni g'ira-shirada yuk vokzali yaqinidagi tepalik yonbag'ridan xandaq qaziyotib, Madrayim hojinikidagi yig'inni, uning ertasiga Skobelovga borganini ham esladi. Harbiy hokimning eshigida uzoq sarg'ayib o'tirdi, alhol uni hokimning muovini qabul qildi. Anjandan qancha mardigor olasiz? So'radi Mirkomilboy gapni cho'zmay. Nima edi? O'smoqchiladi muovin. Barining haqini to'laymiz. Bizning yigitlar Rossiyani o'rmonlarida jon saqlab qololmaydi. Juda sovuq. Movinning rangi zardi. Davlatingiz shunchalik ziyodami? Deb yubordi entikib. Borini beraman, to'laymiz. Lekin birorta farzandimizni mardikorlikka jo'natmaymiz. Mirkomilboy zimdan ish bitiradigan quv tabiatli odam bo'lganida, harbiy hokimga kelib bor niyatini to'kib socharmidi? Shunday odam bo'lgani uchun Sodiq, Qori, keldisimli yurtdoshlari, dindoshlari ketida illashib yurishini, bosgan qadamini, aytgan so'zlarini oqizmay tomizmay peshma-pesh yetkazib turishi mumkinligini sira tasavvurga sig'dira olmas. Bu shubhasini hatto o'zi ham hazm qila olmayotgan edi. Lekin mana o'ylaydigan payt keldi. Hayot shunday ekanda, voajab. Hatto eng ezgu, savobli orzu niyatingga yetishmoq uchun ham xiyonatkorroq, makkorroq bo'lishga majbur ekansan. Aks holda tubanlik va makkorlik pardasi bilan himoyalanmagan eng toza va halol niyatlaringga hayotning o'zi muttasil tupurib, ularni oyoq ostida toptab, tuproqqa qorishtirib o'tar ekan. Ehtimol Mirkomil shu achchiq haqiqatga rioya qilganda surgunma-surgun, qamoqma-qamoq, sarson-sargardon bo'lmas edimi? Atrofida laychi itdek gir-gir aylanib, do'q-po'pisa qilayotgan askarchaning izmiga bo'ysunib, shu sahar mardonda loy aralash tuproq kavlamagan bo'larmidi? Falak. Loqal Istanbulda Anvar poshshoning maslahatiga quloq solganda, o'shanda shunday bo'lgan edi. Turkistondan umidni qo'poring, Mirkomil Sayim, bizim yurtda qola bilursangiz, degan edi Anvar poshsho. Men bu yerda qolsam bolalarchi poshshom, oilamning ahvoli ne kechadi, deya e'tiroz bildirdi Mirkomilboy. Jujuqlardan, nasllardan qayg'urmang, Sayim. Inshaalloh ularni da bu yerga ko'tarajakmiz. Ona yurtimiz hurriyat edana qadar bizim Istanbulda yashay bilirsiniz. Mirkomilboy go'yo Anvar poshshoning taklifiga rozi bergandek bo'ldi-yu, ichida nimadir uzilib ketdi, qo'l oyog'idan mador ketdi. Jujuqlarni, nasllarni ko'chirib ketarmiz, poshshom, dedi Mirkomil qahratonda qolgan odamday sovuq qotib. Lekin vatanni qanday olib ketamiz? Vatanni ko'chirib bo'lmaydi-ku. Endi o'ylasa o'shanda Mirkomil ichidan yomon zil ketgan ekan. Ko'ksining allaqayerda chirt etib uzilgan narsa endi bukuk vujudiga tarqagandek bemajol o'y xayolga g'arq, qo'li ongsiz, shuursiz tuproq qazir edi xolos. G'archli bachkani etik kiyib xotinchalish raqsga tushadigan bachchalardek girdikapalak bo'layotgan askarcha mahbus qaziyotgan chuqurcha odamning beliga kelmasligini chamaladida, dam chuqurga, dam chor atrofga alang-jalanglab bo'lgach, "Bo'ldi, yetadi", dedi. "Endi kuningiz bitdi, boy." Mirkomil quloqiga ishonmay askarchaga o'girildi-yu, qoshi chimirilib, yuragida sanchiq qo'zg'aldi. G'udranib so'kindi. "Komiljon aqa, shoshiling, qochishdan bo'lak iloj qolmadi", dedi qo'liga olingan kunga o'tar kechasi uyga yashirincha kelgan do'stlardan biri. "Tinchlikmi?" bamayl xotir so'radi Mirkomil. "Erta bilan sizni hibs etishga buyruq bor. Bolshevoylarning niyati buzildi." "Niyati buzilsa menga nima? Mening niyatim buzuq emas-ku. Hibsga necha qayta oldi tag'in chiqib kelaveraman-da." "Gapni cho'zmang, Komiljon aqa. Tong otmay Anjondan chiqib ketasiz. Zudlik bilan Afg'onga yoki Turkiyaga jo'naysiz. Xo'p deng, xo'p." Mirkomilboy qaysar edi. Xavotirini his etmay miyig'ida kuldi. Afg'ondami, Turkiyadami, Xudo boshqami? Hamma yerda Xudo bir. Peshonada borni hamma yerda ko'raveramiz. Do'sti yig'lab yubordi. Saharda kun g'ira-shira yorishmay esa boyni kelib olib ketishdi hamki, mana 3 oy o'tyapti, na so'roq bor, na javob. Mana endi bir mishqa askarcha kuningiz bitdi deb miltiq o'qtalib turibdi. "Yo rahmdil egam, kimlarning qo'liga topshirding qulingni", deb yubordi Mirkomilboy.
Inqilobiy tribunal qo'liga, bidirladi askarcha. Mirkomil hibsxonadan olib chiqishgandan buyon ketidan kelib xandaq qaziguncha 5-6 odim narida churq etmay bosim tamaki tutatib turgan o'rta yoshlardagi ko'zlari moviy soqchiga ma'nosi tikildi. U hamon jim edi. O'zbek bola yana bidirladi. Hukm bor, hozir ashetda bajo keltiriladi. O'ylab gapiryapsanmi? Valdiravering, otingni ayt, bola. Menga do'q urmang, Mo'minbayev. Askarni haqoratlash inqilobni haqoratlashdir. Otangni otini bilasanmi, o'g'lim? Otamni otini nima qilasiz surishtirib? Baribir hozir otilasiz. Sahar epkini esdi-yu, Mirkomilning dimog'ini yangi qazilgan tuproqning yoqimli esi qitiqlab o'tdi. Boy yuzini xandaq tomon burdi. Askarcha hamon nimalardir deya bidirlayverdi. Menga suv keltir. Tahorat olay, cho'rt esdi uning gapini boy. Askarcha bir zum vaysashdan to'xtadi-yu, ovozini bararla qo'yib xaxolab yubordi. Zum o'tmay qo'qqisdan kulgini bas qildi va birdan jiddiy tortdi. Turqi gezarib, jussasi inqilobiy tus oldi. Ey, nimalar deyapsiz, boy? Buyruq beradigan davringiz o'tdi. Endi po'pisangiz ketmaydi. Mirkomil og'ir burilib askar va askarcha tomon o'girildi. Uning mosh guruch mo'ylobi asabiy titrar edi. Afsus nadomat o'rni adoqsiz va og'ir o'ychanlik egallayotgan nigohini ko'rib, askarchani bosh oyoq kuzatdi. Mahbusdagi bunday o'zgarishni ko'rib, hayratini yashira olmagan moviy ko'z soqchi nihoyat askarchaga qarab g'uddilladi. Nima deyapti? Suv keltiramish, tahorat qilarmishlar. Endi tahoratni ashyoqda qiladilar endi. Moviy ko'z soqchi tutaqib ketdi. Odamni bolasimisan, mol. O'zingning sarting bo'lsa, musulmon bo'lsalaring, oxirgi iltimosini bajarsang o'lib qolasanmi, enag'ar? Askarcha qo'qqandan yerga o'tirib qola yozdi. Tizzasi qaltirab, enkayib, soqchining yoniga miltig'ini qo'ydi-da, qoqilib-suqilib qamoqxona binosi tomon g'izilladi. Mirkomil moviy ko'z soqchidan andisha qilgandan unga ortiq qarab tura olmadi. Shahar tomon o'girilib, olis-olislar ko'z tashladi. Nahotki, dedi beixtiyor pichirlab. Oradan ko'p o'tmay askarcha shoshib qaytib keldi, Mirkomilning oyog'i ostiga abdasta qo'ydi. Boy 2-3 qadam chetlab o'tib cho'nqaydi. Tahorat olishga kirishdi. Yuz ko'zlarini yuvdi, yaktagining etagiga, yengiga artindi. So'ng chakmonni handaq yoqasiga o'girib tashladi, ortga o'girildi. Menga qara, bola. 2 rakat bomdodni o'qib olay. So'ng qadroslab Allohu akbar deya duoga qo'l ko'targanimda otsa otaversin. Tushuntirib ayt, xo'pmi? Mirkomilboy muqarrar moviy ko'zli soqchi otadi degan fikrda edi. Askar bola jim bo'lib qoldi. Xiyol fursat o'tib, yaxshi dedi bosh irg'ab. Mirkomil yalang oyoq bilan kamzulning etagida qadroslab na qo'l, na ko'z yetmas Makkatulloh yoqqa uzoq tikilib toshdek qotdi. Shu alfos xiyla fursat hayalladi. 2 rakat sunnat namozini o'qimoqqa niyat qildi. Qo'llarini quloqlari maqomiga ko'tarib Allohu akbar dedi baralla. Subhi sodiq sukunatda uning ovozi gurillab chiqdi. Ovozining favqulodda mahobatli eshitgandan ich-ichidan g'ururlandi. Shu o'yda yana bir karra Allohu akbar degisi, shu kalomning sehrli jarangiga uzoq tin olib quloq tutgisi keldi-yu, o'yi oxirga yetmay qattiq siltanib ketdi. Shoshib Allohu akbar deb yubordi-yu, ushbu kalom sehrini yana bir bor vujudiga singdirish umidida irodasini jamladi. 2 kuragining qoq o'rtasidan yana bir qattiq zarb yedi. Qanday bo'lmasin muvozanatini saqlashga tutindi. Xayollarini yana ham sokinlashtirdi. U namozini boshlash uchun niyat qilib ulgurdi xolos. Parvardigorning buyuklik sifatini zikr etdi, baralla yod etdi. Endi sunnatni so'ng farzni ado etadi. Mirkomil yelkasi beri aralash ustma-ust sanchilayotgan a'zoy badanini o'pirib qo'porib yuborayotgan qo'rg'oshin sochmasining go'yo o'ziga daxli yo'qdek bomdod namozini ado etish niyatida tinimsiz Allohu akbar der. Basharti bir soniya ortga o'girilsa, keyingi kunlarda tilidan tushmay qolgan nahotki degan qattol savolga javob topar. Zero moviy ko'z soqchi boyagi chekkanda turganicha tamaki tutatayotgan, bosar tusarini yo'qotgan o'zbek askarcha esa talvasada ustma-ust tepki bosayotgan edi. Ammo lekin Mirkomil uchun
o'zidan chiqqan va butun umr ta'qib etgan dushmanni o'z ko'zi bilan ko'rish orzusi ham nihoyatda arzimas narsaga aylangan. Uning uchun bu yorug' dunyoda xolis niyatla boshlagan so'nggi ibodatini ado etishdan muqaddasroq maqsad muddao qolmagan edi. Biroq aqlsiz o'q uzilaverdi. Mirkomil boyning tilka pora bo'lgan jasadi o'zi qazigan xandaqqa gursillab ag'darildi. Xurshid Do'stmuhammad 1951 yil. Matnni Nuriddin O'ktamov o'qidi.